Assalamu alaykum qimmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2026-yili 5-oyning 18 kuni dushanba kuni kech. Bugun men sizlarga dunyoning iqtisodiy, Amerikaning iqtisodiy haqida bo'layotgan ba'zi ishlarni ozroq bir so'zlab beray deb o'ylab qoldim, chunki mening bu kanalimga ergishayotgan yoki kanalimdagi ba'zi leksiyalarni anglaydigan qarindoshlarning ichida bir qismlari iqtisodga alohida qiziqib qo'ydi. Shuning uchun men bu kanalni quruq qo'ymaslik uchun ba'zida muhim deb qaragan mazmunlarni yetkazib berishni o'ylayman o'zimizning ana tilimizda. Növbətdə dünyanın iqtisadi ahvalını, atmosferasını nəhayət bulğunuşqa qarab ketyaptı, yoki olmasa tuman besishqa, tumanlaşıyaptı deb sübətləsək, ədəbi cəhətdən nisbətən muvaffaq deb o'ylayman. Səbəb 2025 yılı bütün dünyadaki bütün dövlət məmləkətlərinin işləb çıxarğan məhsulat və mülazimətlərninki pul qiyməti Amerika dollarlarını hesablagan vaqtda 117 trilyon dollar qiymetide bo'lgan. Bunun içinde Amerika'nınki yaratgan milliy daromadi, ya'ni GDP'si 29 trilyondan jiqroq, Xitoyning 19 trilyondan jiqroq bo'lgan. Yani bundaq aytgan vaqtda Amerika bütün dunyodagi 200 dan ortiq davlat mamlakatning ichida ishlab chiqargan milliy daromadining 30 trilyon atrofida bo'lishi bilan birinchi o'rinda tursa, Xitoy ikkinchi o'rinda turdi. Amerikaning milliy daromadining 67% yoki 3 dan 2siga to'g'ri keldi Xitoyning ishlab chiqargan milliy daromadi. Bu ikki davlatning bir yil ichida ishlab chiqargan bütün tovarlarının, mülazimatlarının pul qiymati dünyadaki bütün davlatlar ishlab chiqargan yoki bütün dünyanın milliy daromadining 40%ga yaqin egallaydi degan gap. Ya'ni bu ikki davlat o'rtasida savdo munosabatlarida so'g'uqchilik bo'lsa, yoki bu ikki davlatning qaysi birisida iqtisodiy jihatda chekinish bo'ladigan bo'lsa, bu dunyoning iqtisodiga cho'ng ta'sir ko'rsatadi degan gap. Ya'ni dunyoning milliy daromadida cho'kish bo'ladi degan gap. Agar biz vaqtni keyinga sursak, ya'ni 5 yil burun keyinga sursak, 6 yil keyinga sursak, 2020-yillar bahor mezgilida kod 19 dunyoga tarilishga boshladi. Xabaringlarda bo'lsa kerak. Bizning bu yerlarda biz xizmatga 1 yil bormadik. Ba'zi yerlarda kishilar 2 yil bormadi. Ya'ni uyda ishladida. Bu to'g'risida men kanalimda so'zlab keldim. Shu vaqtda nurg'un masalalar yuz bergan, ya'ni ta'minlash halqasidagi uzilish bo'lgan. Supply chain ta'minlash zanjirida uzilish bo'lgan, mal bahsini shiddatlanib ketgan. Costco'ga o'xshash, mendaq yemak-ichmak buni sotadigan do'konlarda hatto shular ration deb qo'ydi inglizchada. Ma'lum moddiy ashyoni, ma'lum tovarlarni sotib olman desa, uning soniga chek qo'ydigan bo'lgan gap. Hatto uyda ishlatadigan tozalik qog'ozni bir chaqlarda qisulab ketib, cheklagan tuxumi shunday bo'lgan. Tuxumning sutining bahsi belki o'sib ketgan. Kod 19 bütün dünya miqyosida qatnash transportni, ya'ni qatnash transportni asosan to'xtatib o'tganligi uchun odamlarning yo'tkilishi, mal, xam ashyolarning yoki turmushga zarur bo'lgan, hayotlikqa zarur bo'lgan tovarlardan boshqa narsalarning yo'tkilishi asosan serikkan. Sayohatchilik, mehmonxona, yemak-ichmak ular o'lgan. Bu soha shu chog'da o'lgan. Xabaringlarda bo'lsa, odamlardagi kasaldan qo'rqish toki vaksina chiqquncha. Shundaq bo'lganlikdan bu Prezident Trumpning birinchi qadimliq prezidentlik vaqtida shu mezgillarda yuz bergan, oxirgi mezgillarda shu vaqtda Amerika hukumati xususiy egilik bilan shug'ullanuvchilarga, small business, ya'ni kichik tijorat qilganlarga va hatto kirimi to'van oilalarga hesabda iqtisodiy yordam qilgan nurg'un pul tarqatgan. Bu
pul pahalılığını aşırı etdi. Pul pahalılığını aşırı etib, ta ki 2022 yılı 2022 yılı 3-cü aya kelgen vaqtda Mərkəzi Banka 0% ətrafıdakı ösümni, yəni bu yerdəki bizdinki 0% ətrafıdakı ösüm deganimiz Mərkəzi Banka belgiləb bəgən Federal Funds Rate deydi. Yəni federal hökumətinin pulunun nisbəti degan gap bu. Banklar bilan banklar bir-biriga 24 saatlik pul qarz berib tursa, bir-biriga qo'ydigan ösüm nisbati bu. Şu ösüm nisbatini aslidagi 0,25% dan biraqla oshirib 2022 yil 3-cü aydan tortib 2023 yil 7-ci aygacha bo'lgan atrofda 1,5 yilning ichida bu nisbatni 11 qitim o'stirib 5,6%, 5,5% bilan 5,75% atrofiga, 5,75% ga shunday oshirib etgan. Nimishqa? Chunki haddan ziyoda pulni taqib etganligi uchun, kengayma pul siyosatini qo'llanib etganligi uchun obrutda aylanadigan pul jiq, ammo moddiy ashyo bu qis. Bu pul pahalligini bek oshirib etdi. Pul pahalligini tizginlashning unumlik usullarining eng unumlik usuli, birdan bir usul emas, unumlik usullarining birisi dal shu Federal Funds Rate. Banklarning bir-biridan oladigan ösüm nisbati, benchmark interest rate deb qo'ydi. O'lchamlik ösüm nisbati. Buni 11 qitim o'stirdi. O'stirib 5,15 bilan 5,75% ga chiqadi. Buning ta'sirida nima bo'ldi? Maqsad bir tarafdan pul pahalligini cheklash, ya'ni pul pahalligini cheklash yoki bahoning o'sishini tizginlash bo'lsa, yana bir tarafdan iqtisodning bak addidan ziyoda pul pahalligini cheklaymiz deb üstünü bak yuqori qilib etsa, aholilarning qarzilishi taslashidi, mashin setilishi, uy elishi taslashidi. Shirkatlarningki qarz elishi taslashidi. Unda bo'lgan vaqtda yangi xizmatlarni qabul qilmaydi, yangi mahsulotlar barliq kelmaydi. Yangi mahsulot, mulozimat barliq kelmaydi. Bunda bo'lgan vaqtda bu iqtisodning chekinishini keltirib chiqaradi. Yoki bo'lmasa ishga urilishi yoki ishdan bo'shatish ahvolini oshirib qoladi, ishsizlik nisbatini oshirib qoladi. Shunga shu xil ikki xil ziddiyatli ahvol. Agar birisini tuvanlataman desa, yana birisi ish bitadigan shunday bir ish chiqadi. Buni Jeremy Powell shu hozirmi bankning boshlig'i, lekin vazifasidan qoldi bu odam. Jeremy Powell ismli Trump birinchi qitim vazifaga o'tgan vaqtda tayinlagan Federal Reserve, ya'ni Amerika Markaziy bankasining raisi 11 qitim o'stadi buni. O'stirib, anandan keyin Trump Bidenning vaqtiga ulashdi. Bidenning vaqtida iqtisod daraldi yaxshi bo'ldi, ammo mal bahsi yanada yuqori. Tuzuk tushmadi. Gerçi ishki xonliqdan, ya'ni 9,16%, 10%larga yetgan, tövallab 2-3%larga tushgan bo'lsa-mu, Trumpning ikkinchi qitim saylanishi bilan 2025 yili yanvarning 20-kuni vazifaga o'tirish bilan, 21-kuni vazifaga o'tirish bilan bu odam ikki ishni qildi. Iqtisodga oid ta'sir ko'rsatgan. Gerçi Bidenning vaqtida mal bahsi eshib ketdi, mal bahsini tushirolmadi. Men prezident bo'lsam, mal bahsini tushirman, tuvallataman deb shunday shuarni to'lab bu odam chiqqan. Ya'ni bu odamning taxtga chiqishida shunday shuarlar kishilarga ta'sir ko'rsatgan. Xalq degan kunim yaxshi o'tsa, yaxshiroq rohatroq yashasam deydi. Kim mal bahsini azan qilsa, yana hayotni sal huzurliq hayotni baxsh etalasa, shuni bila tashlaydi degan gap demokratiyada. Bu xuddi Bill Clinton 90-yili tunji qitim prezidentlikka tushgan vaqtda uning bir demokratchilardan bo'lgan maslahatchisi bor, James Carroll deb. U odam hozir so'zlaydi. Shu
Bill Clintonga nutq bergan vaqtdimi, xudoyim shundoq it's economy stupid degan gapni ishlatgan yana. Bill Clinton masala iqtisodda demakchi. Masala iqtisodda. Iqtisodiy masalani o'ysak, hamma ish joyiga tushadi deb. Demak, iqtisod nihoyatda muhim. Har qanday prezidentga nisbatan. Yaqindan buyon qaraydigan bo'lsak, Trumpning El Ryan'ni sinash, ya'ni Trumpga baho bergan vaqtda El Ryan'ni sinashda kishilarning tuvan bahsiga erishgan sabab nima desa, mal bahsini bak o'stirib atadi. Bu odamning mal bahsini o'stirishda bu odamning tutgan siyosatlari albatta bu tutgan sabablari, tutgan iqtisodiy siyosatlari, yo'l qo'ygan siyosatlari, geopolitical siyosatlari, tashqi savdo siyosatlari bu yerda xalqlik rol o'ynadi. Chiqiblam bütün devletlerge baj koydu xabaranlarda. Tamojni beji koydu. Tamojni bejini koydu. Yani tamojni bejini koyuş arkalık Amerika'nın baykılmen dedi. 1,5 yıllık vaqt ötdi. Unda boldu, bo'lmadi. 160 milyard dollar tamojni bejinin aşındak pul çıptıken Amerika'nın Ali Sot'ta akını karar çıkarıp sen şu pullarını şu Amerika'nın ki şirketlerge tamojni beji to'lgan shirkatlarga yondirib bersan deb buyruq berdi. Ba'zi shirkatlarga pulni yondirib bergil turibdi. Shu pulni, ulardan olgan pulni vaqtida yondirmasa, bir oyda 625 million dollar o'sim chiqadi ekan. Gerçi prezident Trump bununla qoyil bo'lmagan bo'lsa-mu, norozi bo'lgan bo'lsa-mu, ammo qonun degan qonun ijro qilishga tushgan gap hamda. Demak, tamojni bejini yo'l qo'yish orqali butun davlatlardan o'xshamagan darajada, ba'zi davlatlardan 10%, ba'zi davlatlardan 25%, ba'zilardan 30%, ba'zi tovarlarga 10%, ba'zi tovarlarga 20% degan o'xshash shunday baj qo'ydi emasmi? O'xshamaydi, umumyuzlik. Buning natijasida mal bahsi o'rildi, haqiqatan o'rildi. Hamda u yo'qdi chilib iching degandek tezni bosib mezibi chiqibdi deganga o'xshash bu tamojni bejining mal bahsini o'stirib o'tishidan al vayim yap jusa qaqshab jusa ikkinchi ayda Ironga hujum boshlab qo'ydi. Yani hozir mana Hormuz bo'g'izida to'silib qoldi. Bu dunyo energiyasining, dunyo neft bozorining 20% neftden ta'minlaydigan yo'l etilib qoldi. Dunyoda shu o'g'it yo'q, ximiyalik o'g'it buni o'xshash shu butun dunyo savdosining 30% meli ash tarafdan o'tadigan bu to'silib qoldi. Buning natijasida dunyoda umumyuzlik har qaysi davlatlarda ahvoli har xil, ammo namrat davlatlarning namratligi texmi ig'ir bo'layotgan gap. Yaqin xabarlarda qaragan vaqtda Afrikada masala nihoyat ig'ir. Açıqlıq nəhayət ağır səbəb Covid'dan keyin mən şu çağda sözləyəndim. Dünyada adamların namratlıq çöküşü ağırlaşıb getdi deb. İşsizlik artıb getdi. Namrat dövlətlərinin namratlığı texmi ağırlaşıb getdi degan. İqtisadi tərəqqi qilgan sanoatlaşgan davlatlarda ahvol yaxshiroq bo'lgan, chunki ularninki hokimiyat boshqarishi yaxshi, muassalari, ya'ni ijtimoiy muassalari yaxshi, iqtisodiy muassalari yaxshi bo'lgan, jonliq siyosatlarni qo'llanib, kishilarga shunday har xil iqtisodiy yordamlarni qilib, yomon emas o'tib olgan. Bu 2020-yili Harvard universitetining iqtisodshunosi Kenneth Rogoffning deganidek 1929-yili Amerikada yuz bergan iqtisodiy bo'hronga tankagidek darajadagi vabo shunaq bo'hronni paydo qildi. 7 yilgacha Amerika o'rnidan turolmaydi, dunyo o'rnidan turolmaydi degan. Unda bo'lmadi. Vaksinaning maydonga kelishi bilan 2 yildan keyin lam o'rnidan turib ketdi. Demak, bu nima tushundirdi desa, dunyoning bir-biriga bog'lanishi, uchur aloqaning taraqqiy qilishi, pul muomala bozorlarining yuksalishi, ravonlashishi, mediadagi har xil texnikalarningki kengri doirada rivojlanishi bilan, umumyuzlik bo'lishi bilan davlatlarningki jamiyatni idora qilishi, iqtisodiy faoliyatlarni moslashtirish unumini oshdi degan gap. Bir asr burun shunaqa ishlar bo'lgan bo'lsa, falokat necha 110 million odamning o'limiga sabab bo'lgan, ocharchilik ortib ketadigan,
nurg'un ishlar bo'ladigan gap edi. Yaxshi yeri fan texnikininki xalq turmuşida önümlük yol qo'yilishi, ishlatilishi bilan ishlar unchalar ig'irlab ketmadi. Yoki tiz doirada masala hal bo'ldi. Iqtisodiy taraqqiyot, fan texnik taraqqiyotlarda, ammo Afrika qit'asida masala nihoyatda ig'ir. Onun ustiga 2022-yili Putin Ukrainaga hujum qildi. 2-25 kuni deyman. 2022-yil 2-25 kunlar shu atrofda. Urushdek hala to'xtagani yo'q. U Ukraina, Rossiya, dunyoning neft, tabiiy gaz, ochliq, nurg'un buyum ziroatlarni ishlab chiqaradigan bazalari dunyoga sotadigan. Bu urush vasvasi, urush vayronchiligining ta'sirida ham Rossiyaga qo'ygan embargoning ta'sirida bu dunyo ochliq bozoriga bo'lgan uning besim bo'ldi. Andan energiya bozoriga bo'lgan ta'sir bo'ldi. Bu masalalar cho'ng yo'q. Dünyada umumyüzlük pul pahalılığı avjib ketdi. Yani bu energiya, açlıq, muhim tovarlarga bo'lgan, hayotlik zarur bo'lgan muhim tovarlarning ta'minlanishiga qattiq ta'sir ko'rsatdi dunyo bozorini. Supply shock oldu. Yani bu mal bahasining ko'tarilishi, yuqori bo'lishi Amerikadagi iqtisodiy masala emas. Bu bağlanıp ketken iqtisodda. Mana hamda İran urushininki yuz berishi bilan bu yil 2-oyda nim bo'ldi desa, neft bahasi o'rlab ketdi. Mana yaqinqi statistik ma'lumot Amerikaning iqtisodiga aloqador iqtisodiy ma'lumot deydi-ki, Amerikada ishsizlik nisbati 4-oyda o'tgan yili 4-oyga qaragan vaqtda ishsizlik nisbati hozirgi ishsizlik nisbati 4.13% ekan. Selishtirmaymiz uni. Hozirgi ishsizlik nisbati 4.13% ekan. Ya'ni bu emgak qilish iqtidoriga ish izlayotgan 16 yoshdan 65 yosh odamning o'ttirsidagi ish izlayotgan odamning ichida 1000 odamning ichida 43'i xizmat topolmadi degan gap. Buni shuni tushundirdi. 4.13% ishsizlik nisbati 4.13% degan mushu. Xo'sh. Bu makroluk ko'rsatkich hamda bu ishsizlik nisbati. Pul pahalılığı bo'lsa, pul pahalılığı 4-oylik tekshirishdan qaragan vaqtda pul pahalılığı o'tgan yil 4-oyga qaragan vaqtda 3.18% oshdi degan gap. Ya'ni 2023-yildan buyon eng tiz ish bo'ldi. Buningga cho'ng sabab ko'rsatkini, cho'ng ikki sabab. Birisi mushu tamojna beji Kırgızga import qilingan mallarga bajilish. Ham yaqinda İran urushi, fevralda qo'zg'algan İran qarshi so'qish, boshlangan urush, neft bahasini o'rlab kelishi, Hormuz bo'g'zining taqlib qilishiga o'xshash sabablar buningga ta'sir ko'rsatdi. Natijada pul pahalılığı 3.18%ga o'sdi. Bu bütün ishsizlikka qaragan vaqtda, yana boshqa narsaga qaragan vaqtda, ishsizlik nisbatining yuqori bo'lishiga qaragan vaqtda pul pahalılığının yuqori bo'lishi bu qo'rqinchliroq biz iqtisodda buni kasallarning ichida böbrek kesili, yurak kesili deymiz. Böbrek kesili, kasalning hammasi nachar, böbrek kesili qaragan vaqtda yurak kesili ig'ir deganga o'xshash. İşsizlik nisbati yuqoriroq, ishsizlik nisbatiga nisbatan aytgan vaqtda yuqoriroq pul pahalı, pulning yuqoriroq darajada pahalı bo'lishi bu qo'rqinchli. Bu boylikni ustidan qiladi, odamlarning sistemaga, iqtisodga bo'lgan ishonchini yo'q qiladi-ku, tuvanlatadi. Siz shundoq tirishib boylik yig'dingiz, pulingizni har xil shaklda saqladingiz, qog'oz pul shaklda saqlasangiz-ku, ziyonning cho'ngini tatisiz. Oltin kumush olib qo'ysangiz, u boshqa. ETF olib qo'ysangiz, indeks fondlarini olib qo'ysangiz, u yaxshiroq. Masalan, zaym olib qo'ysangiz, u boshqa. Qog'oz pul saqlagandan saqlash eng cho'ng ziyon tortadigan ishda. Lekin xuddi shu vaboning ta'sirida eng namrat davlatlardagi namrat xalq bak ziyonga uchrab ketganligidek, Amerikaning ichida shu pul pahalılığı oshgan vaqtda
kim bak buning ta'siriga uchraydi degan vaqtda tuvan kirimli kishilar buning ziyniga ta'siriga uchraydi. Tuvan yoki o'ttir qatlam aholi buning ta'siriga uchraydi. Haddidan ziyoda boylar, kirimi yuqorilachi desa, ularning kuni yana burung'idek ko'tarildi. Sabab nima desa, ular asset diversification deydi. Mulkni ko'p xillashtirgan. Onundan ularninki pul olgandan keyin, kapital olgandan keyin tijoratga mablag' solib qo'ydi, yoki pul muomala bozoriga mablag' solib qo'ydi, ulardan pul kirdi. Shunga ularning pul paxalligining ularning qaytishi, ulardan kelgan foyda pul paxalligidan natijasi yuqori bo'lganligi uchun ularga ta'sir qilmaydi. Yaqinqi Amerikaning iqtisodini tekshirishdan qaragan vaqtda o'sha balki retail sales deb qo'ymizga, parcha prat mollarga berib pul xajlaydigan odamlarning. Bularning Amerikaning iqtisodida masalan ishsizlik nisbati 4,13% bo'lsa-mu, pul pahalılık 18% bo'lgan bo'lsa-mu, ya'ni kishilarning iste'molida chekinish olmagan gap. Sabab nima desa, iqtisodiy yuqori odamlar, yuqori kirimdagi odamlar pulni jiqroq xajlagan gap. Tuvan kirimdagi odamlar ularda kirim bak pul bo'lmagandan keyin nimani xajlaydi? Xajlasimi oz xajlaydi, ammo paychiki bozori mana o'sim nisbati yuqori, pul pahalıligi yuqori, ammo paychiki bozorida bozorga pul muomala bozorga solgan mablag'ning bergan foydasi yuqori bo'layotgan gap. Shu an bu yerda 3 yuqori bor. O'sim nisbati yuqori, pul mal bahasi yuqori, nima yuqori? Pul kapital bozoriga solgan foydami? Kapital bozoridan kelgan foydami yuqori? Bu ahvol oldimizdami? Yani davomlashadigan turdi. Bu shu ba'zilar deydi, cho'qim so'raydi buni. Bu mal bahasi shunda o'rlab ketdi, mal bahasi ishib ketdi. Bu iqtisodga nisbatan bir xil tavrin shakllangan bo'lsa, mal bahasi qimmatlab ketgan bo'lsa, bu ishlab chiqaruvchilarning tannarxini oshiradigan bo'lsa, iste'molchilarga nisbatan ularning iste'molini kesadigan bo'lsa, chunki bir narsa qimmat bo'lgan sari, mal bahasi oshgan sari haqli ozaytib olgan bo'lsa, bu qandoq paychekining o'sishi yuqori bo'ladi deb ba'zilar so'rashi mumkin. Sabab undaq. Birinchi faslda, o'sha yilning birinchi faslda Amerikaning milliy daromadi yiliga 2% sur'at bilan oshgan gap. Bu o'sish asosligi bundaq ikki sababdan bo'lgan gap. Birinchisi korxona shirkatlarning o'zining sohalariga, qaysi sohalarga solgan mablag' oshgan gap, pul xajlagan gap bular. Ikkinchisi hukumat pulni xajlagan gap. Sabab nima? Hukumatning pul xajlashi oshdi, hukumatning puli shunday bo'lsa, xabaringlarda bo'lishi mumkin. O'tgan yil 10-oy, 11-oy, o'tgan bir necha oy hukumatning nurg'un tarmoqlari to'silib qolgan. Elon Muskning Doge degan narsani qurib, hukumatning pulini taxpayerlarning baj to'laydiganlarning pulini yig'ib berman deydigan bir faoliyatini bilsan, yosh bolalardan nachini ishlatib qilib, o'ntay qildi Amerika hukumatini. Keyin chekinib chiqdi undan. Hukumatning xizmat unumdorligini oshirib, uni tekshiraymi, buni tekshiraymi deb nurg'un hukumat apparatlarini qisqartdi. Cumhuriyetchilarning asli hokimiyat boshqarish shuarlarining birisi shu. Ya'ni hukumatni ixcham qilish, bajni oz elish, bajni oz elish. Ama materiallarning keyingi statistik ma'lumotlarning ko'rsatishicha, Elon Muskning masalan 100% nishonni 100% qilgan bo'lsa, uning yetgan nishoni aram 1% bo'lgan. 1%ning o'ndan birisini amalga oshira oldi deydi. Shunchalar ishlarni qilib, shunchalar cho'ng ishlarni ta'virtib yurib. Shu joyda bak to'lqin qo'zg'alib ketgan xabarlarda bor. Endi mana shu o'tgan yili bir necha oy hukumat apparatlariga parlament tasdiqlamay, hamchotni bir yakilanmay taqilib qolgan. Keyin o pulni berdi, birinchi oylarda berdi, to'liqlab berdi. Shu ularning qo'liga pul kirgandan keyin hukumatning hamchoti puli xalqning qo'liga, xizmatchilarning qo'liga tekkandan keyin ular pul g'ajinga bandan yana birisi shu birinchi faslda, bu yilning birinchi faslda
artificial intelligence, ya'ni AI'ga munosabatlik shirkatlar nurg'un pul qazangan gap. Bu AI'ga munosabatlik shirkatlarga AI'ga munosabatlik sohaga nurg'un shirkatlar mablag' solgan gap. Necha 100 milliardlab mablag' solgan gap. O sonliq ma'lumot ambiri data center, sonliq ma'lumotlar markazini qurishga nurg'un mablag' solgan gap. Nimishqa desa, kishilar AI inqilobining, ya'ni sun'iy aql inqilobining iqtisodga akildigan iliqi foydasidan bak umid tarab ketayotgan gap. Bundan qarab ba'zilar AI crash yuz berish mumkin deydi. Ya'ni sun'iy aql munosabatlik paylarda bir sunish bo'ladi deydigan qarash bo'lyapti. Addan ziyada bir narsa odamlar bak qizib ketsa, herd effect, ya'ni bu gaplarni men tushuntirib o'tgan padich ta'siri deb birsi odamlar bir to'pga qarab mangsa ham nurg'un odam shuning keyin agashga o'xshash shu to'g'ri yo'l to'g'ri ish shundan foyda chiqadi deb AI ma'lum stak ma'lum AI munosabatlik shirkatlarning foydalari o'sgan sari haq uni qo'g'ilish peyni sun'iy yuqori qilib ketadigan oxirida uni jiqroq setilib yuqori paldaga chiqib xuddi buni Elon Muskdek dunyoning milliarderi bu SpaceX'ninki paychikini bozor sahası bunu trilyonlar oldu dünyadaki trilyonlar oldu deydi. Bu oynadığı Dogecoin 2020 yılı insanlardı var. Endi yuqori chiqiblam biraqlam o'zi 80-sini chiqqan vaqtda biraqlam qo'ldan chiqarib etdi. O'zi necha 100 million foyda oldi. Nurg'un retail o'yin mablag' sog'chilar, yak shaxslar siz men ziyon tortdik, yak foydalanmadik, yak azroq oldik degandek. Ya'ni bu nima desa, shu qadar qinijiq boy odam turib, uruq avoq odamning qinini tatqandek bir ishda bu. Xo'sh. Endi Amerikaning iqtisodida birinchi faslda esish 2% bo'lgan gap, oxir 2% asosan hukumat tarmoqlarining pul qajlishi bilan korxona shirkatlarininki sun'iy aqlga munosabat sohalarga mablag' solishi, ya'ni sonliq ma'lumot markazlarini qurishi buningga asbob uskuni ketadi, so'yitish, isitish, buni o'rnatish degan o'xshash. Anakan yumshoq detal ketadi. Anda uning adam oladi vakasa materialga shunday pul qajlash natijasida Amerika iqtisodi 2% oshgan gap. Shu sababdan garchi 2-oydan keyin Iran qarshi urush boshlangandan keyin O'rta Sharqda to'qinish bo'lib, shunday bo'lgan bo'lsa-mu, SP 500 Standard & Poor 500 deydi. SP 500 bu shirkat bu ko'rsatkich peyi 8% o'sgan gap, 2 oyning ichida 8% atrofida o'sgan gap. Shu qadar noaniqsizlik, shu qadar g'avolik to'simi, malbas o'sayotgan o'simiz tushmagan mashina bo'lsa-mu, bu ko'rsatkichning o'sishi kishilarni hayron qoldirdi. Nimishqa bunday o'sdi? Sabab u 500 shirkatning ichida 80%, ya'ni 400 degan 400dagi foyda ko'rsatgan gap. Ularning tijorati foyda ko'rsatgan gap. Xillam yaxshi foyda ko'rsatgan gap. Bitta bu Intel degan Intelning mikro o'zakchi ishlab chiqargan shirkatning shuning foydalari va shu ishlab ketgani xabaringlarda bor. Andan keyin bu 500 shirkatning ichida yana davlat mudofaasiga o'q dora, zambirak, tank, aeroplan, kurash bilan saylagan shirkatlar bormi? Rayson, Obo degan o'xshash shu shirkatlarmi? Shu 500 shirkatning ichida. Urush bo'lgan kun o'q doraga, qurol yaroqqa, tushgan gap, uni ishlab chiqish ketgan gap, uning tijorat yaxshi bo'lgan gap, mol zakaz qilgan gap o'xshash. Shunday sabablar tufaylidan paychiga bozorda tushish emas, ish bo'layotgan gap. Endi bundan keyingi ishlar qanday bo'ladi deganda, Trump yaqinda nimaga bordi, Xitoyga bordi. Miki gaplar bo'lardi. Yana sen 200 bu Boeing'dan 200 aeroplan setib oldigan bo'ldi. Kalgo'shni setib oldigan bo'ldi. Ko'moqo'naq ochliq buni purchaq setib oldigan bo'ldi deyapti. Ya'ni bo'lab 2026, 2027, 2028 mancha milliard qiymatida mal setib oldigan bo'ldi deyapti. Buningga nisbatan
Münasibət degan reciprocal olur, şunamı? Kelişilgan gap. Siz mani qilsangiz, men mani qilib beraman, yoki siz mani qilib bersangiz, mani qilib beraman deb shart qiladigan gap. Şoňa bu Xitaynyň özgüçlük talepleri var, siyasi talepleri bular diýen gap Tayvan meselesinde ýa-ki bolmasa bu tamojny bejini töwenletiş meselesinde 10% Xitaynyň bäzi mallary goýulgan bajyny 10% töwenletdigen gap bolar botydy. Demek bekagy barmaýdy, bekagy jygynaşmaýdy, maýan kelişimlärniň boluşy enik. Bunyň netijesinde mal bahasynda töwenletiş bolamdy kandak? İhtimal. Çünki iqtisad intaýyn mürekkep bolgan insanlarning ijtimoiy faoliyetinden ibaret. Hem iqtisadi faoliyet şu, insanlarning ijtimoiy haýaty üçin mülazimet kılgan gap. Ýeş üçin işlep çykarylgan gap. Ýeş üçin, içiş üçin işlenen gap, hyzmat kıldygan gap. Bäsen ýeýme, ulsaň ölüme dep balaga bizniň äpçilemninki, äpçilemge aldangan baýdak, ilgi üjümniň saýysynda oturup, rawapçyl otagly bolmaýdy. Şoňa bu Amerikanyň iqtisadyda bu bäzi närselerini mundaq bir togra paraz kılışmy oňay emas iqtisadi faaliýetlerde. Men dünýäde büyük iqtisadşünaslar we ulanyň talimatlary diýen kitabymda Milton Friedman'nyň bir hikaýasyny sözläp ötkendim isimli kılışça. Bunu bir neçe ýyl aldy New York Wagt gazetiniň iqtisadga aýt Stone ýazgıçysy Peter Coynyň makalasynda okugandym. Yani iqtisadşünaslar şunda akıl olsun nimişki bay emas dese bir sopa bunda olsa baylar pulu vakenlikini nimişki akıllık emas deýän söhbetden başlap ekilip dünya şu makro iqtisadga aýt täsir gösterken monetarizm pul iqtisadşünaslarynyň asasçysy Milton Friedman, Nobel iqtisad mükafatyna erişken Milton Friedman'nyň 70-nji ýyllarda Amerikanynki zayum bazaryga nisbeten bir doğa tikip nurgun pulny meblag kılıp silip uturup etkenligini misal kıldı. Nobel iqtisad mükafatyna erişken iqtisad ilminde talimat oturup koygan adamlarning şu pul muamele bazarda hatalaşıp nurgun ziyandatganlygyny anandan keyin yana bir kitapny okudum. Şundan da Nobel iqtisad mükafatyna erişken iki iqtisadşünas ve başka bir neçe xeyli danlyk meblag başguruşlarynyň birleşip bir şirket kurup, baylyk meselesi şirket kurup, weyran bolganlyk hakydaki bir hikaýasyny okugandym. Demek sebep nime dese, real haýatdaky işler kışnyň qilip qarap kış guýsak, kandak ýazsak şunda çykady go, lekin insanlarning ijtimoiy haýaty, iqtisady haýaty nurgun mürekkep amillarga münasibetlik bolganlykdan hawa raýynyň özgürüşinden tatyp kütülmegen tasadibi tabiat hadisesiçe ýa-täwreş diýmiz, ýa-ki egri kelkün diýmiz, ýa-ki bolmasa waba diýmiz, adamnyň özüniňki kontrollygyga bekinmaýdygan döwletler amalsyz kıldy onuň kişiler. Anygin tasadibi bir xil uruş, tokunuşnyň partylyşy ýa-ki bolmasa bir hakymatlar, diktator, rezil, wahşy haýwanyň gopap özüniň közüge ýakmagan halyklarga hujum kılışı ýa-ki ýok kılışga urunuşy diýenge okşaş mundaky işlarni hiç kim oýlap ýetenmeýdi bäzi şundaşly bulap galady. Bu demekçi bolgunum nöbetde Amerikanyň iqtisadyda bundan keyin güzünüş kanda oldu dep jirakka bakmaýly, ýakynga baksakmy, garsakmy biraz tumanlyk boluşy mümkindek turdy dep oýlaýmyn. Amerikanyň Merkezi Bankasy ýakynda raýysyny almaşdyrdy. Yani Jeremy Powell kalady, bunyň ornuga Kevin Warsh diýen ýaşrak bir eýlem bolady eken.
Bu Trump buni qo'llabdi. Trumpning buni qo'llashiga sabab bu hozirgi Jeremy Powell'dan hozirgi Markaziy bankining boshlig'i norozi bu odam. Sen o'simni tushamding deydi. Sen o'simni tushasan, iste'molchilar, shirkatlar qazilish o'ng'ay bo'ladi. Xalqning qo'liga pul kirgandan keyin iqtisod yaxshilanadi. Pul eqib tursa, xajlanib tursa, iqtisod biroz gullanadi deb. 11 ayda midterm election bor, ya'ni o'tir fasllik saylan bor. Amerika parlamentidagi huquqni talashadigan gap ikki partiya, demokratchilardan jumhuriyatchilar. Hozir jumhuriyatchilar yuqori palata, avam palata, senat deymiz, kongress deymiz. Yuqori kengash palatasi bilan avam palatasi hammasi jumhuriyatchilar partiyasining qo'lida. Shunga Trumpning butun deganlari qilishdak kesayotgan gap. Agar midterm electionda o'tir fasllik saylamda demokratchilar partiyasi ichumi deganda avam palatasini ilvasa asa Trumpning deganlariga to'saq qo'yib mangdi degan gap. Trump buni xohlamaydi. Qat'iy qarshi. Shuning uchun o'zining yarim kechada yozgan Twitter'laridimi yoki bo'lmasa o'zining tashviqotchilarimi bunga qarshi gap, so'z, ish harakat tadbirlarni ilib mengyapti. Ammo bularning ichida eng yaxshisi yana amaliyot so'zlaydi, yana shu urushni to'xtata olsa, urushni to'xtatib, Hormuz bo'g'izini ocha olsa, neftning bahosi tushsa, gazning bahosi tushsa, mal bahosi tushsa, yani odamlar degan asalda eriydi ekan, asalda unutdi ekan, ishlar shunday yaxshi qilmagan ekan, yanlam Trumpga bilet tashlaydi degan gap. Odamlar real degan gap shu. Buni odamlar vafosiz demaymiz. Odamlar real deymiz. Xo'sh, unda bo'lsa, men shu gaplarni deb qo'yay dedim. Pul muomala bozorida nima bo'lish mumkin deganda, pul paxalligi ish menayotganligi uchun o'simni kesmaslik mumkin, hatto o'simni oshirish mumkin deydigan narsa bor. Mal bahosi ahvol shunday davomlashsa, mal bahosi davomli ishishi mumkin, pul yana paxal bo'lishi mumkin deydigan narsa bor. Bu o'simning ismning tuvantilishi emas, o'simning ishidan derak bo'ladi. Agar Markaziy bank o'simni oshirsa, u chaqda dollar kuchaydi. Dollar kuchaysa, dunyodagi nurg'un halqiliq tovarlar, oltin, kumush deymiz, neft deymiz, ochliq deymiz, hatto ximiylik o'q deymiz, ziroat terishga ishlatilgan ximiylik o'q deymiz-ku, fertilizers. Bularning hammasi dollar bahasida ishlangan, dollar orqali o'lchinadigan bo'lgandan keyin shu iqtisodiy taraqqiy qilgan ellarga dollar sotib olib, shu narsani sotib olgan davlatlarga nisbatan cho'ng ularning iqtisodiga, ularning xalqiga nisbatan cho'ng talafot bo'ladi. Talafot akilgan ish bo'ladi. O dollar kuchayib ketadi o'chada. Lekin yana bir ish, hozir sunniy aqlga bo'lgan qizg'inlik shu qadar yuqori pallaga yetyaptiki, biz oldimizda pay bozoridan davomli ishido deb o'ylaymiz agar shunday olmasa. Elon Muskning Starlink, SpaceX degan gaplari bek g'ulg'ula qo'zg'ayotdi. Xuddi uni situatsiyalarda milliarder million urlab ketadigan kerak. Buning ichida qanchasi rang, qanchasi jang, yani farq etish kerak. Menimcha shu IPO'sini taqadigan vaqtda az to'la olib qo'yamiz, ammo bek dog'tik bo'lsa yana bo'lmaydi, o'ngni qo'ydigan ish chiqadi deb o'ylayman men. Xulosa qalam, dunyoning iqtisodi tumanli bo'layotdi. Amerikaning iqtisodi hozir tumanli holatda, bu bir mazgil davomlashadi deb faraz qilamiz yoki diagnoz qo'yamiz. Rahmat.